Assalamu alaykum tordaşlar, yaxşımısızlar? Vatan söygen qeyrindaşlarım, sabdaşlarım, qeyrindaşlarım, suyumli qeyrindaşlarım, yaxşımısızlar, yaxşı turdunlarmı? Bugün azraq bir ortaqlaşaylı. Məzmunlar bək jiq yığılıb getdi, lekin türlərə ayırıb aldırmay, oturup qızqarlıq qıb sözləb birdiğin jiq temalar var. Bugün birinci temamni başlay. O bolsun fikir erkinligimizni buğuvatqanlar hem davadagi oyunlar degan tema ustida bugun tunji qitimliq naq maydonni boshlayman. Uzundan beri men davaning ichidagilarga jiq savollarni qo'yib keldim. Bu qo'ygan savollarim javobsiz qolgan bo'lsa-mu, lekin jiq qarindoshlarim uchun men o'zim ovoz chiqarish bilan birga birinchi qadamni oldim deb o'ylayman. Fikir erkinligimizni azaldan bo'g'ib kelgan Xitoy va Uyg'ur tilli Xitoylar. Javob berish eg'ir kelgandikanlar psixik hujum boshlandi. Yoki sizning bir ajrashib ketganingiz, yoki u narsa, bu narsa ammas o'tirib chiqdi. Bu javob berish xo'shaqmaganliklar emas, qo'rqqanlikdan chiqadigan bir ahvol. Shuning uchun men har qatimda tinmay so'zlab keldim, ammo bir mezgil biroz aldirashib qoldim. Ma'lum sabablar bilan aldirashib qoldim. Shuning uchun tez vaqtim chiqmay qoldi, chiqib so'zlaydiganqa. Shuning uchun endi men birinchi qatimliq so'zlashimni fikir erkinligimiz nima uchun bo'g'yotidi bular degan ustida to'xtayman. Birsi javob eg'ir kelgan chog'da, yana birsi Xitoyning vazifa jiqaroq kelgan chog'da Uyg'urni ezish uchun ba'zan temalar tashlanadi. Masalan, vatandan palani uchur keldi, vatandan mundoq bo'ldi. To'satdili bir nuqtadan jiq rasmlar paydo bo'lib o'tirib tashlanadi. U vaqtlarda degan voyjon, nozi naqshlari, voyjon, tushdan kelgan namoyishlar ajoyib bir qaynam tashqinlik bo'lib ketdi. Bu davo bugunning yoki 2-3 kundan ichida oyoqlashadigan bir qaynam tashqinlik vaziyati shakllandi. Lekin yana bir azoddan keyin bu yo'qolib ketdi. Kollektiv g'oyib bo'ldi. Heliqi varvur jarjurlar butunlay yo'qolib ketdi. Buning sababi nima degan ustida hech kim to'xtalmay baqdi. Savolmi qo'ymaydi. Yig'ilish beramiz. Oy qanday qilgandi o deb ziminimiz shu ishg'oliyatchining qo'lida tursa, sizga bir baxt ko'rinamdi yoki baxt naqshisi anglamdi yoki davomliq zulm bo'lyotidi degan narsa ashundan davomliq his qilib turamsiz. Ota-onangiz bilan ko'rishamisiz, urug' tuqqanlar bilan ko'rishamisiz? O shu Xitoy ezivyotidi deb turib lager ichildi. Ocham nada, onam nada deganlar o zulm davomliq bordi deb his qilishimiz kerakdi. Tunugun bugunli bo'lib qolgan ish emas. Nima sababdan bo'ldi? Zimin bizning bo'lganligimiz uchun. Anadagi Xitoy nimadan qo'rqdi? Uyg'urning uyg'unib ketishidan qo'rqdi. Chet eldagi Uyg'urlarning erkin yashayotgan davlatda demokratiyalik davlat turib, ma'vu fikir erkinligidan foydalanib turib, o'zining fikrini o'tirib qo'yishidan qo'rqdi. Tayvanning mustaqil bo'lib ketishi nimadan derak berdi? Mustaqil bo'lib ketsa bir kichik orol. Lekin u yamrab ketdi deb turib qo'rqdi. Yamrab boshqalarga tegdi bu erkinlik. Bu demokratiyaning ta'mi, mustaqillikning ta'mi deganni tetib baqqanlar iyi chiqdi. O'tirib qopdi. Shuning uchun qo'rqdi. Erkinlikdan qo'rqdi. Fikir erkinligimizdan qo'rqdi. Fikir erkinligimizni men o'zim davomliq o'zimning fikrimni bildirib keldim. Ma'lum bir tashkilot uchun bildirmadim. Men o'zimning fikir erkinligimni davomliq qo'g'dab keldim. Lekin tashkilotchilar bizning hammamizning vakili ekan, jiq ishlarni isbotlab o'tirib qo'ydim. Lekin nima uchun mening erkinligimni bo'g'di? Og'zimni bo'g'di, qonimni bo'g'di, bo'g'ish uchun nimalarni qilmadi? Men qonunga bergan narsaga hech yerdan kirmayman, lekin nimalarni qilmadi? Nima deb javob beramaysan Rabiya Qodir dedim. Lekin erini saylab qo'ydi. Bularning qila oladigan nima ekan?
Men ananga cevap ver C dedim. Çıraylık yakısam bo'lmadi. Anadaki C cevap ver desem erini saylab qo'yibdi. Er qilma deb chiqibdi. Voy xotiningni qilmansa deydisa cho'pchong er. Gerçi qo'lidan hech nima kelmaydigan er, bekachi er bo'lsa-mu, bir er cho'pchong erdi deb turib o'shiqga qilmadim. Yoshlarni saylab qo'ydi. Qilmali deydi, qilmali. Voy xotiningni ijara vermagan bo'lsa qilavermamsa deymanda. Cho'pchong odamlar gaqamay desa yana. Lekin qonunga bergan ishga javob berish yoki zuvan chiqarish hajatsiz. Erkinlikni bo'g'ish Xitoyning va Uyg'ur tili Xitoylarning o'rtaq xususiyati. Uning uchun Uyg'urni ezish kerak chatalda. G'ayri temalarni, ochiq bo'lgan temalarni o'tirib pat-pat tashlab turib Uyg'urning yuragini mujib turish kerak. Ko'zini yashaqizib turish kerak. Chataldimi Xitoydan qo'rqitish kerak. Xitoyninki shunchalik texnikasi taraqqi ketganmi, Uyg'urni qo'rqita oladi. Vatanning ichida qo'rqitish, ezish, vatanning sirtida qo'rqitish. Agarda siz o'ylab bir chatalda demokratiya davlatda turayotgan odam og'zingizni ishiltamamsiz? Nimadan qo'rqsiz? Ustalga bog'lanib qolganmi yoki yana bir yerdan bog'lanib qolganmi? Ya puldan bog'laydi, ya galdan bog'laydi, ya töven tarafdan bog'laydi. Shuning uchun miyardan zuvan chiqmaydi. Anadaki neliqi tillig'uchi, neliqi Facebooklarning egisini biz bilamiz. Faqat o'tirg'i tashlab baxmadiq, biz o'q atmaymiz. Tazi bo'lmagan yeri kelganda birapa etib qo'yamiz. Onundan boshqa vaqtida biz hech qanday gap qilmaymiz. Tazi taxlival, tazi sahrival. Oxirida qanday yig'ishtirilsa, shu vaqtda ko'ramiz. Ba'zan narsani Alloh qo'ygan bilan, ba'zan narsalarni qonunga beramiz. Albatta. Xitoyning shundoq texnikasi taraqqi ketganmi, teri taraqshitish vatanning ichidagilarga teri taraqshitib berdi. Cho'ng quruqlarga teri taraqshitib berdi. Nima uchun? Ular azaldan Xitoy xalqining ko'tarilib ketishidan andish qiladi. Shuning uchun vatansuyarlik hissiyotini bundaq besirib turish uchun voy deb turib Joliyjani chiqarib qo'ydi. Andaki Wang Yi chiqdi. Anadaki yana kim chiqdi? Hua Chunyin chiqdi. Voy andaq mundaq, voy nigan, deydi. Amaliyot qandaq qildi? Hech nima qilmaydi. Xitoy talay davlatlarga texnik jihatda beqinadi. Yaponiyagami shundoq beqinadi. Shveysariyagami beqinadi. Shvetsiyagami beqinadi. Yevropadagi xeyli nochi davlatlarning hammasiga jumladan Norvegiyagami beqinadi. Amerikagami beqinadi. Yaponiyaga voy urushimiz u bu degan Yaponiya yampash qilib baqqan. Yana mi qo'rqmaydi Yaponiya? Xitoy yana voy bunaqa qilamiz degan bilan nimasini eng oddiy bo'lgan moy qalamning ustidagi sharchininki texnikasi ashunimi import qiladi sirtdan. Buningda Yaponiya bilan Shveysariyaga tayinadi. Jiq texnikada nayda oxiri qolgan. Lekin Uyg'urlarni qo'rqitishga chet ellik topchilar. Urg'uy biz topidiki topchilar mas'ul. U topning ostidagi yana bola toplar mas'ul. Anadikin voy Munda optu, palayada bir tutilib qaptu, pokuyada bir tutilib qaptu, vatanda oxu kitibdi, ko'ku kitibdi, Xitoy kuchayib ketdi. Uyg'ur degan döt. Uyg'ur qandaqsiga döt? Uyg'ur ishki jumhuriyat qurib baqqan. Tinmay isyon ko'targan millat, mehnatkash millat. Ba'zan bir davlatlar kelib tilamchilarni yetishtirganlar kimlar ular? Nima uchun tilamchi yetishtirdi? Bir odamga beqinib qolgan chaqda miyadan gap chiqmaydigan bo'ladi. Miya mundaq bo'lib qoladi. Anadagi nanalardan nimalar taqirtildi? U erkinlikni fikr erkinligimizni bo'g'ish uchun jihyalardan narsalar tilab kelinadi. Siz tillayotgan shu arab davlatlardan nimalar tilab oladi? Har bir mustaqil bir davlatlar bilan davlatlar ara
diplomatiya aloqasi oludu. Şu aloqa tüpeylidən o bu dövlətlərinki prezidentləri barıdı o bu dövlətlərə ziyaretke. Palancı dövlətə kepti Xi Jinping zıntılaylı edip. Xi Jinping'nin kuçuğuda oturup durup xalqның başqa dövlətin pulunu qaşlap tilap yap oldum sen tileyse. Tıllaysa. İşinin ağıdı durup tileyse. Birdem Hristiyanı tıllaysa, birdem Yahudini tıllaysa, lekin ulardan pul tilap taqatqa jada o bismillah deb ağandikin. Vay. İşekninki küçü halal. Güşaram boğan bilen, ya vermez. Dep patva var. Hiç kısı yok. Onu ap yigandiki miyadın gep çıkamdı. Fikir erkinliginiz boğuldu degen gep. Ya bir yerlerge namayış varsız, bir yerimizden ilinip kalıdı. Ay depli barısız da. Yep kalısız, ep kalısız. Yana bir nime kıp kalısız. Şunun bilen fikir erkinliginiz boğuldu. Rasva oluştan endiş kıp durup miyerinizi işiltenmeysiz. Şu, men fikir erkinligimden naydı toluq. Behriman bulup, toluq. İşiltip kevatım. Aşı oqoqumni qoğdap kevatım. Lekin, men hiç kimnin şəxsiyliği kirib baxmadım. Oy! Talay adamlarning karvatdaşları, yana bir daşları. Lekin men hergiz o temalarga faqat kirmayman. Mening maqsadim aş davadagi şu savollarni javob elish. Şu savolimga qo'ydim, javobini olaman dedim. Javob berish eg'ir kelgan chaqda talay Facebook'lar tüşük-püşükten içilip gidiyor. Kim ekanligini bilmeydi dep qama. O temalarga hozir kirmaymiz. Birdim ma Facebook palanchining, ma Facebook pokunchining deydigan vaqtim keladi. Lekin hozir talay temalar var tizilib ketgan. Aldırmay birdim kirimiz. Eliq vaqtida to'satdan bir tüşükdən bir muncha rasmlar paydo bo'ldi. Eliq Yusufjonning o'qigan vaqalari. Eliq Suriyadagi ayollar. Va eliq Taylanddagi. Nimdep bir tüşükdən chiqdi, yo'qab ketdi. Pul yig'di, yo'qab ketdi. Nima uchun? Faqat kollini burash, diqqatni zimin davosini burab chiqib ketish. İzleyvergen millet karşılık gücünü yo'qotib qo'ydi. Lekin Uyg'ur şundaq aqlliq, mundaq millet o'g'ashqa her vaqt isyan ko'tarib kelgan millet. Aqlliq millet, mehnatkash millet. Biz şu milletninki avlodi. Chet elga chiqib shunda erkin dunyoda turib o'ltirib nima deb qo'rqsiz? Nima deb javob berishdan qo'rqsiz? Çünkü üstelge bağlanıp kaldınız. Karanlık bu kaldığı deyme. Üstelge bağlanıp kaldınız. Şunun için gap qilishiniz təsərək. Tamaqni əmmiyət yelaydı adam degen. Mən uyumda talay tamaqlarını itib yeyme. Belki mən yegen tamaqni sen yiyemməsliği mümkün. Mən pakiz itib yeyme. Lekin torğı çıqıb yep şalap şüp otlamayma. Çünkü mən yemek işimligimni bir yerga sazoy qilish uchun yoki bundaq qilish uchun chiqqan xotin emas. Men o'zimninki huquqimni qo'g'dayapman. Shu da'vogarlarninki yezib ketgan. Saviyangning nanchilikligini bilib tursaqmi, lekin bir kitoblarni yezib o'ltirib uningga degan voy men nashr qilindi. Voy chavaq. İngilizce bilmeydiğin adamlar sen nereden bilse onun içinde nime mezmunun bağlığını qarmay turib chavaq. Qo'yla chavaq. Şunun bilan eliq urg'uy biz to'pida. Maşallah. İnşallah. Eliqi Uyg'ur uyi, xandonligining xonishi demdiq yoki podshosi demdiq. Voy, uningga degan tonlar. Voy, chavaq. Javob berish eg'ir kelganda Zumrat Tursunni olmagan, yana birsini birmi qilmagan. Sen nereden bilse? Olmadısin tegmeyme. İhtiyacım yok. Sizlerning erlaringlarni uyda o'tirib baqqaninglar bilan men haqni uyda o'tirib baqmayman. O'zimning o'rdamdan o'zim chiqa olaymanki. Shuning uchun mening g'amimni yema, az savolga javob bersam javob beramaydi.
Fikir erkinligingizden ayrılıp kalgan vaxtınız özünüzge sual koyup ekan. Ben nime üçün fikir erkinligimni qoğdayamadım? Nime üçün ayrılıp kaldım? Ya üstelge bağlanıp kaldım mı? Ya ki karvatga bağlanıp kaldım mı? Ya ki yana bir yançıqqa bağlanıp kaldım mı? Dep oylap ekan. Bütün dünyavi oylap ekanlar. Vatandan kelgan uçur, vatandan kelgan uçur. Qaysi xo'shalik uçur? Xitoy kuchli ko'p ketdi. Xitoy yomon. Anarkin Amerikan tillaysiz. Qaysi davlat, qaysi millatninki xalqi biz tarafda turdi, shuni tillaydi. Tinmay tillaydi. Lekin pul tilaydigan chaqda tüşük-püşükdən əkelgan pulni nədən keldi demay turib yeysizlar. Sorun çoşqilari. Sorun çoşqilari. Anandan keyin oy Zümrət xanım, sizga shu javob berishni eg'ir kelgan chog'da mushtaq tillaydi. Nima deb javob bermaysiz ashunga dedi. Men to'g'ri chiqib javob bermayman. Qonun bilan javob berma. Men erkinligimni qo'g'day olayman. Men erkin davlatda tursam, men Zaytunburnuda yashamasam ya. Turkiyadami xili o'zini qo'g'day oladigan ayollar, erlar bor. Lekin heliqi rat tilamchilar atirtiga qo'shilmagan bo'lsangiz, sizmi menga o'xshash fikir erkinligingizni qo'g'day olaysiz. Xitoy unchalik kuchli emas. Xitoy faqat ter taraqshishga moyil. Uyg'ur tilliklar shu terini tang taraqshitib berdi. Faqat shular. Uningdan boshqaga yaramaydi. Xitoy nima deb Uyg'urdan qo'rqidi? Zimin desangiz qo'rqidi. Uningdan boshqaga mit qilmaydi. Uyg'urni butun dunyo taniydi. Echilgan ayliqi kampni aqaslari voy Uyg'urni tanitdik, yana bir mi qildik deb shunila tashviq qilding. Aningdan qutulayli. Bu tajovuzchidan qutulayli degan narsani qilishmading. Shuning uchun yolg'ondan Uyg'urni ayliq tugamaydigan naqsha. Uyg'urni tanitish. Boshqa narsalarga pati baba. Boshqa narsalarga naqshangiz harom. Voy tug'ilgan kun o'tkaz harom. Lekin Qurbaniyat kuni usul o'ynasa Germaniyada u halol. U Uyg'urni tanitish. Vatan uchun tamoq yedim. Vatan uchun so'rin hazırladım. Vatan uchun tashkilot qurdim. Vatan uchun ot mindim. Vatan uchun sayohat qildim. Vatan uchun ag tegdim. Xotin oldim. Oshlarning hammasi chavak. U hammasi vatan uchun. Siminingga ega chiqdingmi? Bu bir masalda fikir erkinligimizdan foydalanishimizdan qo'rqidi Xitoy. Uyg'ur tili Xitoylarmi shu? To'plarning qurilib ketishi, eliq og'il-tag'il karvatlarning rasmlari, yana bir shonxo, ashundaq narsalarni degan ibatiyotgan. Ashlarni anglab o'ltirdi ekansizlar. O'zinglarning vaqtinglarga için og'irmaydi. 5 vaqt namoz bilanlar agarda jannatga kirib ketadigan bo'lsak, jannatning e'tibor qilamdi, oy. Amal qila olamsa, ashunga haqqi deb, oy, mundaq sog'lom, harom, mundaq sog' degan bilan harom narsa ko'z oldingda turibdi-ku, qaysi ishninkidan ba'zan narsalar kirmay turman, ammo oldimizda birdan suniladi, ko'ramiz. Shuningga fikir erkinligimizdan foydalanayli, fikir erkinligimizni qo'g'dayli. Naq mushlar kishilik huquq da'vosi qilyapmiz. Voy, andaq qilyapmiz deganning ichidagi mazmunga bu. Nima deb savol qo'yishdan qo'rqsizlar, ham javob berishdan nima deb qo'rqidi? Javob berib chiqishlar chiqdi-ku. Men isbot bilan chiqdim. Bular qo'pib, o'sha javob berish eg'ir kelgancha qilma deydi. Uningdan boshqa hech qanday texnikasi yo'q, bularni qiladigandan boshqa. Agar aqlushingiz joyida bo'lsa, azroq kallangizni ishlatib beqing. Vatandan kelgan uchur yoki yig'layotgan videolar bu. Zimin desang o'lamsa, mustaqillik desang o'lamsa, erkinligingdan foydalansang o'lamsa.
Qandaq yaşsan bir günün ötüp ketiverdi, o dunyoga bir kun yiqilishimizla xalos. Minut hech kim chekinmay o'ltirib ketadi-ku. Chaqirilmay turib, "Ektima" demaydi-ku hech kimni. Bag'aq kelmaydi ketaveramiz-ku. Ashtaqli ish. Fikir erkinligingiz Alloh bergan huquq sizga. Vatandagilar chorasiz, vatanning sirtidagilar-chi? Hammamiz chorisizmi? Voy apangga gap qo'ysangmamdo, opsiga gap qilsam gap qilmasam yana biz qilmamdo bu. Ma ayg'iz meningki, Xudo menga bergan. Agar aqlushing joyida bo'lsa, gapimni ozroq o'sib anglab baq. Men hech nima qilmadim. Men erkinligimdan foydalandim. Qo'g'dayaptimi? Tirishayaptimi? Men boshqa bir nima demadim. Men o'zimga vakillik qilib so'zlayaptimi? Bizning talay do'stlarimiz, sabdoshlarimiz kecha-kunduz tirishib, talay ishlarni qiladi ham qilyapmiz. Biz o'da chiqamamsa, sen javob ber, anadagi men chiqiray. Ma texnikadan foydalanamiz. Sen chiq. Oldimga desam, qanday chiqishi? Eliq bir yazlak chiqibdi eliq. Asheliq. Mundaq beramsa, ondaq xotining qanday bergandi? Ash xotining bilan qil. Deydigan adam chiqmaydi. Eliq qarimlar, eliq patvachi, eliq og'zini qilib ketgan eliq. Qenislar? Sizlarning e'tiqodinglar qanday e'tiqod? Ko'rmiz. Birdim javob bersa. Shuning uchun qarindoshlarim, Xitoy naydi töven bir millat. Unchilik ular po atqanchilik, unda nochiligi yo'q. Talay davlatlarga beqimdi. Agar aqlushingiz joyida bo'lsa, boshqa odamniki, voy bunda qo'rqitib, voy bunda o'kitibdi, voy Xitoy bunda yomon o'kitibdi, voy bunda qo'yatdi, voy telefon uribdi Xitoy. Sen o'zing telefon nomeringni bermasang kim urdi Xitoy uramda? O'rningni deydi ekansan, hamma narsani deb bo'lib o'tirib, anadagi Xitoydan bunda qildimiz. Men hech kimgacha hech nimani zo'lamayman. O'zimning og'zimni ishlataman, o'zimning Facebook'im men birsidan pulab turib, to'rning pulini to'lamayman. Hech kimga qarzim yo'q meniki. Hech qanday odamga qarzim yo'q mening. Agar aqlushingiz joyida bo'lsa, bolalaringizga o'zingiz tomoqni 10 qatim etib yemsiz, o'zingizning ishi. Bir balqi namoyish maydoniga berib, u yerda bu yerda ilinib qolib o'tmay. Fikir erkinligingizdan qo'rqidi Xitoy. Fikir erkinligi bir iqim, bir daryo. Qo'rqidi. Shuning uchun fikir erkinligimizni bo'g'di. Chet ellik Uyg'ur tilliqlarmi shuningdan foydalanyapti. Qatma-qat. Uyingdan, eliq sotsialdan, Facebook, eliq hamma yerda, eliq to'plardi, vat. Shu vaqtingni bolalarning tarbiyasiga ishlatgan bo'lsang-ki, kashki. Mustaqillik desa, Xi Jinping chiqiribdi. Xi Jinping meni mustaqillikni talab qilsin deb chiqargan bo'lsa, seni avtonomiya deb chiqiribdi-ki. Kim chiqarsin? Seni mavzung chiqardimi? Meni Xi Jinping chiqiribdi. Voy mustaqil bo'valaylamsa? Ajab esizga bu Xi Jinping necha vaqt Xi Jinping tilovat-tatdinglar. Mustaqil bo'g'inglar yo'q ekanligini bildirdinglar-ku. Xi Jinping mustaqil bo'vasin debdi, meni chiqiribdi. Shuning uchun tezda mustaqil bo'valayli. Mavzudong dadangninki allaqachon o'ldi-ku. Qarindoshlarim, aqlushimizni sal ishlatib, bugun fikir erkinligi, Xitoy unchalik nocha emas. Eliq tashlagan bu pasillik temalar. To'satdilla 2884 rasmning chiqishi, to'shikdim degan voy ya. Ondan keyin yo'qab ketdi-ku. Savol qo'yib beqing, azroqma qapoq bo'lmasin, azroq savol qo'ya olasiz. Aldırmay, soğuqqanlıq bilan talay ishlarni ko'rdik. Bu nima uchun?
nima deb mushlar nima deb sakraydi, javob berish eg'ir kelgandikanlar nima deb sakraydi degan gapni o'ylab beqing, burmalash uchun. Javobni bermay boshqa odamningki shaxsiyati, o'ti, buti degan ishlar bilan. U bir jinoyat. Jinoyatga qonundan javob berdi. Lekin aqlishimiz joyida bo'lsa, bizning qilmoqchi bo'lgan ishimiz nima? Mushu demokratiya davlatlardagi turayotgan shu qonunning ichida o'z erkinligimizdan foydalanib, fikrimizni o'tirib qo'yish, nishonimizni aniq bildirish, anarkin qarindoshlarimizga ega chiqish, zaminimizga ega chiqish. Xitoy shu xalqning ko'tarilib ketishidan qo'rqidi. Shuning uchun fikrni bo'g'di, bostirib keldi. Shu Uyg'urlarning talay etilib ketgan, isyonkor, shu kurashchan, shu millatimizningki shu o'g'lonlari, o'g'il qizlarini nima uchun bostirib etdi? Shu jihyalarga ta'sir ko'rsatdi. Bu uyg'unish bo'lib ketdi, ko'tarilib ketdi deb turib shunday qilgan. Shuning uchun qarindoshlarim, fikr erkinligingizni qo'g'dang. Sizmi bir inson, mish yig'ilgandan hech nima chiqmaydi. Hot, g'ayvat, oy. Voy. Besh vaqtni o'qib turib g'ayvat qilimizdanglar, ha? Vat qilib turib g'ayvat qilimiz. Anadagi besh vaqt o'qib versaklar, pokiz bo'lamiz. Zamzamni ichib versaklar yaxshi bo'ldi degandekli ish. Qarindoshlarim, uyqumizni sal ochayli. Toz qiziqarli temalarga aldirmay kirma. Ajoyib qiziqarli temalar bor. Bugun men erkinlikni bir so'zlab qo'yaylik. Xitoy unchalik noch emas, faqat taroq ishtidi. Al shunchalik. İngilizce bilmegandiki İngilizce bir nimalarni yezib ketsin, voy, cho'ng ish qildi deb xuddi FBI'ni oldiga berib bir parcha rasm tushsin, voy, FBI'ni egallagandek hissiyotlarni bo'lib ketmanglar. Voy, u yerga kirib chiqqan odammichu chiqamaydi. Chiqag'is kelgan odamchu vaqti kelganda ishni urg'anda biladi. Ha? Qarindoshlarim, uyqumizni sal ochayli. Fikr erkinligimiz shu mustaqilligimizning asosiy deb o'ylayman. Shuning uchun ezildirgan, rasmlarni qilsizlar. Voy, mashallah, bundaq ketibdi, undaq ketibdi. Ey, ishg'oliyatga tuproqda nimish bo'lmayotdi deb o'ylaysizlar? Hammish bor. Lekin mustaqillik uchun qo'psang, u ish baldur oyoqlashidi degan gap. Qarindoshlarim, uyqumizni sal ochayli. Qisqa so'zlay, pat so'zlayman. Hem shunda qiziqarli mazmunlar bilan sizlar bilan o'rtoqlashaman, ha? Saqlab o'tiringlar. Rahmat sizlarga.